Birinchi maydan fuqarolar tomonidan O'zbekistonga bojxona to'lovlarisiz olib kiriladigan tovarlar uchun normalar pasaytirildi. Spot yangi bojxona tartibi qanday ishlashi, qanday cheklovlar belgilangani haqidagi qo'llanmani taqdim etadi. Keling, birinchi navbatda bojxona boji o'zi nima degan savolga javob topsak. Bojxona boji tovarlarni chegara orqali olib kirish yoki olib chiqish uchun to'lanadigan majburiy to'lov. O'zbekistonda boshqa mamlakatlardagi kabi shaxsiy foydalanish uchun mo'ljallangan tovarlarni boj to'lamasdan olib kirish mumkin bo'lgan chegara mavjud. Bunday holat bojsiz olib kirish deb ataladi. U faqat tovarlarning qiymati, miqdori va maqsadi bo'yicha belgilangan chegaralarga rioya qilgan taqdirda qo'llaniladi. Asosiy shart shuki, tovar qayta sotish uchun mo'ljallanmagan bo'lishi kerak. Agar belgilangan chegara oshib ketsa, farqidan import boji undiriladi. Tovar hajmi yoki xususiyati tijorat maqsadida olib kirilayotganiga shubha uyg'otilsa, masalan, ko'p miqdordagi bir xil tovarlar yoki texnika, hatto cheklari mavjud bo'lsa ham, boj butun summaga hisoblanishi mumkin. Bunday holatlarda xuddi tijorat maqsadidagi import kabi tovarlarni rasmiylashtirish umumiy tartibda amalga oshiriladi. O'zi nima bo'ldi? 2025-yilning 1-maydan boshlab O'zbekistonda jismoniy shaxslar tomonidan tovarlarni bojsiz olib kirishning yangi qoidalari kuchga kirdi. Vazirlar Mahkamasi import limitlarini qisqartirdi, kuryerlik va pochta jo'natmalari ustidan nazoratni kuchaytirdi. Shuningdek, ayrim tovarlar uchun aniq cheklovlarni joriy qildi. Bundan tashqari 20-iyuldan boshlab biologik faol qo'shimchalar, ya'ni batlar, tamaki mahsulotlar, atir upalar uchun miqdoriy cheklovlar amal qila boshlaydi. Limitlar qanday o'zgaradi? 1-maydan boshlab havo transportida $1000 tovarlarni bojsiz olib kirish mumkin. Avval bu $2000 tashkil etardi. Temir yo'l va daryo transporti orqali avval $1000 bo'lgan bo'lsa, hozir $500 ga tushirilgan. Xalqaro jo'natmalar orqali esa avval har chorak uchun $1000 limitdan hozir oyiga $200 gacha o'zgargan. Avtomobil va piyoda o'tish punktlari uchun $300, xalqaro pochta jo'natmalari orqali olib kiriladigan tovarlar uchun esa $100 miqdorida normalar o'zgarishsiz qoldirildi. Yana bir o'zgarish, fuqarolar tovarlarni bojsiz olib kirishlari uchun xorijda belgilangan muddatgacha bo'lishlari kerak. Bu havo transportida 3 kungacha, qolgan holatlarda esa 2 kungachani tashkil etadi. Tovarlar uchun ularning to'liq qiymatida yagona bojxona to'lovi undiriladi. Xorijda bo'lish muddati qanday aniqlanadi? Bojxona qo'mitasining tushuntirishicha, bojxona organlari 50 ga yaqin aviakompaniyalar bilan o'zaro axborot almashinuvini yo'lga qo'ygan. Xalqaro aeroportlardan yo'lovchilar, ularning bagajlari va xorijda bo'lgan muddatlari to'g'risidagi ma'lumotlar ular mamlakatga yetib kelmasidan oldin shakllanadi. Bu xalqaro aeroportlar orqali harakatlanuvchilarni tig'iz vaqtlarda ham tezkor bojxona nazoratidan o'tkazishni ta'minlaydi. Qarorning ushbu qismi, ya'ni xorijiy davlatlarda 2-3 kun bo'lish talabi 2025-yilning 20-iyulidan kuchga kirishi sababli hozirda bu jarayon qanday bo'lishi ustida ish olib borilmoqda. Tovarlar narxi qanday aniqlanadi? Jismoniy shaxslar tomonidan notijorat maqsadlarda chegaralardan olib o'tiladigan tovarlarning bojxona qiymati cheklar, kvitansiyalar va boshqa tijorat hujjatlari asosida aniqlanadi. Agar fuqaro tasdiqlovchi hujjat va ma'lumotlarni taqdim etmasa, mazkur tovarning qiymati ilgari olib kirilgan shu turdagi tovarlar ma'lumotlari asosida tekshiriladi. Bojxona to'lovini qanday to'lash mumkin? Tovarlarning bojsiz olib kirish normasidan oshgan qismi uchun soddalashtirilgan tartibda import boji, qo'shimcha qiymat va aksiz soliqlari o'rniga yuqorida ta'kidlaganimizdek, ularning to'liq qiymatida 30%, lekin har bir kilogramm uchun $3 dan kam bo'lmagan miqdorda yagona bojxona to'lovi undiriladi. Aytaylik, siz biron bir xorijiy marketplace'dan mahsulotlarga buyurtma bersangiz va yetkazib berish, ya'ni kuryerlik xizmatlari orqali amalga oshirilsa, bu paketlar oyiga $200lik cheklovlarga mos keladi. Bu cheklovlar buyurtmalar va sotuvchilar sonidan qat'iy nazar kalendar oyidagi barcha jo'natmalarga taalluqlidir. Agar buyurtmalarning umumiy qiymati ushbu limitdan oshib ketsa, o'rtadagi farqdan 30% bojxona boji undiriladi.
Masalan, siz bir oyda $80, $90 va yana $90 uchta jo'natma olgan bo'lsangiz, jami $260 qiymatning oxirgi $60dan $18 miqdorida to'lov undiriladi. Agar fuqaro havo yo'llari orqali $1,5 ming qiymatidagi tovarlarni olib kirmoqchi bo'lsa, uning faqat $1000 normadan oshgan qismiga, ya'ni $500 uchun boj undiriladi. Xorijga chiqqanda to'lov to'g'ridan-to'g'ri bojxonada Markaziy bank kursi bo'yicha so'mda qabul qilinadi. Deklaratsiyani xodim rasmiylashtiradi, lekin yoningizda cheklar bo'lgani ma'qul. Agar yo'lovchilarning boj to'lashga puli yetmasa nima bo'ladi? Unda ularni chegara postlarida vaqtincha saqlovga olish joylarida qoldirishga to'g'ri keladi. Fuqarolar 30 kun ichida to'lovni amalga oshirgach, tovarlarni olishlari mumkin. Nechta jo'natma rasmiylashtirilganini qanday tekshirish mumkin? MyGov portalida onlayn xizmat mavjud bo'lib, u orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritgan holda nomingizga xalqaro pochta kurerlik jo'natmalari rasmiylashtirilganini bilib olishingiz mumkin. Agar siz chet eldan tez-tez buyurtma beradigan bo'lsangiz va limitni nazorat qilmoqchi bo'lsangiz, bu ayniqsa juda qulay. Tekshirish uchun portalga kirib, bojxona bo'limidan jismoniy shaxslar nomiga xalqaro pochta va kurerlik jo'natmalari orqali kelayotgan tovarlar haqida ma'lumot xizmatini tanlaysiz. Undan keyin One ID orqali tizimga kirasiz. Shundan so'ng tizim sizning nomingizga ro'yxatdan o'tkazilgan barcha jo'natmalarni avtomatik ravishda ko'rsatadi. Xizmatdan foydalanish bepul bo'lib, qo'shimcha hujjatlar talab etilmaydi. Bundan tashqari, xalqaro jo'natmalarni e-tijorat mobil ilovasi orqali ham kuzatish mumkin. Buning uchun ilovani o'rnatib, shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng tizim sizga rasmiylashtirilgan jo'natmalar ro'yxatini ko'rsatadi. Ba'zi kurerlik kompaniyalari ham ushbu ilova orqali yoki jo'natma ma'lumotlarida ko'rsatilgan telefon raqamiga bildirishnomalar yuboradi. Agar xorijdan fuqaro nomiga noma'lum jo'natma kelsa-chi, unda nima bo'ladi? O'zga shaxsning nomiga uning roziligisiz tovarlar olib kelish, shu turdagi huquqbuzarliklar turiga kirib, bu kabi holatlar aniqlangan taqdirda bojxona organlari tomonidan ushbu kurerlik tashkilotlarga nisbatan tegishli choralar ko'riladi. Video qo'llanmamiz sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Spotni kuzatishni davom eting.